Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Navbatdagi katyolimiz tayyor bo'ldi. Buyurtma asosida yasab berdik buni. 300 kvadratli katyol bu. 300 kvadrat plus joyda ista, ziyod joyda ham ista. Yangiliklar qildik katyolimizga, yana qo'shimchalar qo'shdik. Vzrivnoy klapan qo'ydik. Yopiq sistema bo'lyapti. 270 kvadrat topli pol qilingan. Igradnoy qo'yib berdik. Yana uyda egasi talabiga ten joyini ham qotirib berdik. Ikkita tent qo'yib, svetga ham ishlaydi. Bu yana bitta plyus bo'ldi. O'tinga, ko'mirga, gazga ham, svetga ham yonaveradi endi xudo xolasa. Bunkerlarni chiroyli qilib kattagina qilib berdik. 40 kilo, 50 kilo ko'mir ketadi. Nasib bo'lsa 1 sutkagacha havo olmaydi. Yonib, o'zi o'chib, o'zi yonib, o'zi logropga qilib gradusda 50 ga 60 ga qo'yib qo'yiladi. Uyda temperaturasi o'zi yoqib, o'zi o'chib sutkagacha olib boradi xudo xolasa. Slivnoy joychasi, sochib ketgan joyi. Mana pastga ko'mirlar olinadi. Ko'l pullar olinadi. Mana bunaqa temirlar qo'yganmiz, qayt adboyni deyiladi. Cho'qlar kelgan payt qaytarib tashlash uchun. Alloh qattiq yongan payt cho'qni qaytaradi. Tenni qo'ydik, bunkerni ko'rsatdik. Datchikda ulitkani, tozalayotgan joyi. Mana bu tipli aluminiy bo'ladi. Buni ichiga alav mana bunaqasi yonadi-da alav. Buni kirib ketib, aylanib, mana demoxoddan chiqib ketadi. Buni bir oyga bir marta mana bu ikkita boltni yechib tozalab tashlaydigan joyi bo'ladi. Yana bir nima plyus qo'shdik, komplektiga mana bunday kul tortayotgan, tipli aluminiy tozalayotgan instrumentlar ham qo'shib beryapmiz. Kitobi bizdan olgan odam hech nima izlamasin. Faqat xabardor bo'lib, yoqib tursa bo'ldi. Buni Samarqand viloyat Kattaqo'rg'on shahar Kattako'rpa qishlog'iga yasab berdik. Katyolimizni olib borib o'rnatgan vaqt joylarimizni ham syomka qilib video qilamiz xudo xolasa. Kimga shunaqa katyollar kerak bo'lsa, nomer qoldiramiz, telefon qilib bemalol aytishlaringiz mumkin, yasab beramiz. Ko'mirga yonayotgan katyol. Universal. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kunlaringiz xayrli bo'lsin.